Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Biz mana keyingi obyektimiz Navro'z Mallda bo'ldi. Navro'z Mall ko'chasida. Sokin City degan yangi tushgan domlari 12 tashkili. Obyektga tuzatish va patolog berganmiz. Oq matviga chekasi paryashi bo'lgan. 5 sm qochib turadigan, o'rtaga magnitli trek bo'lgan. Bu yerda karniz o'rni bo'ladi mana. Hop. Kirishda zalimiz bo'lgan. Zalimiz shu holatda mana 290 ga 693 zalimiz. Hop. Keyingi obyektlarimiz dog'imizda kuzatib borib qo'yamiz. Betchayimiz koridor bo'lgan. Koridorimiz ham shunaqa bo'lgan. Chekasi paryashi. O'rtasiga magnitli trek qo'yilgan. Hop, kirish. Bu ham koridor. Bu ham chekasi paryashi. Ikkita svetoyga galaga qo'yilgan. Hop, bu devordan qochirgan sababi bu yerda shkaf bo'ladi. Hop, keyingi xonalarimiz. Hop, mana bu yerimiz detskiy qo'ygan. Detskiy bilan 290 ga 639. Chekasi paryashi, o'rtasi magnitli trek bo'lgan. Mana ko'rib davom berasizlar. Navro'z Mall ko'chasida. Hop, keyingi xonamiz. Shuna chiqishingizda. Bu xonamizda shunday holatda bo'lgan. Chekasi paryashi. 5 sm bo'lgan. Hop, bu ham treklar qo'yilgan. Keyin svetini qo'yamiz hozir. Montaj ishlari ketyapti. Bu yerda karniz o'rni ochilyapti. Karniz qo'yiladi. Karnizdan keyin pasvetkasi ham bo'ladi. Sanuzyorlarni bitta ko'rsatamiz. Mana sanuzyorlarimiz. Bu yerga skritni bitishga qo'yiladi. Skritni bitishga qo'yiladi. 4 ta galagen, chekasi paryashi bo'lgan buni. Kaplar ham keramikdan bo'lgan. Hop, ikkinchisi tualet bo'lamiz. Chekasi paryashi, 2 ta galagen, skritni bitishga bo'ladi bu yerda ham. Hop, bu kuxnya bo'ladi. Hop, kuxnyada ham chekasi paryashi bo'lgan, faqat yarimigacha bo'lgan. Bu yoqqa kuxnya qo'yilgan hisobiga diod qo'yilmagan. Pasvetkasi qo'yilmagan. Bu yerda karnizi bor. Bular kuxnyaga qaratib turadigan granata. Bir xil tilda aytsak, reverse kamera. Shunaqa kamerali 60 cm lampalarni qo'yilgan. Bizamiz xudo xolasa, kimga shunaqa natijli patolog xizmatlari kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Pastda nomerlar qoldiramiz. Sizlar bilan natijli patolog bo'ladi.